Salam qadirli qarindoshlar, qanday ahvolinglar? Manglar yaxshi turdinglarmi? Bugun biz olamning yaratilishi 28 bobni bir qatim ko'rib o'taylik. Oldi bilan olamning yaratilishi 28 bobni bir qatim o'qib chiqaylik. Olamning yaratilishi 28 bob. Ishoq Yaqubni iniga chaqirib, uning duo qilib mundaq buyurdi. Sen qanalli qizlardan ayol alma. Paddan Aram rayoniga berib, anangning atisi Betoyilning uyiga bar. U yerda anangning aksi Labanning qizlaridan birini al. Hammi Qodir Xudo sana baxt ato qilib, ko'p farzand berib, ularni nurg'un millat qilg'ay. U İbrahimga bergan va'dasi bo'yicha sana va sening avlodlaringga baxt ato qilg'ay. Sen hozir musofir bo'lib yashayotgan yerni, ya'ni Xudo İbrahimga va'da berib bermoqchi bo'lgan zaminni sana taqdim qilg'ay. Shuning bilan Ishoq Yaqubni Paddan Aram rayoniga, bovisi Aramliq Betoyilning o'g'li Labanning yeniga yo'lga soldi. Laban Rabakaning aksi bo'lib, Rabaka bo'lsa Asov bilan Yaqubning onasi edi. Asov Ishoqning Yaqubga duo qilib, uni Paddan Aramga o'ylanishga avatganligidan, shundaqla Ishoq uningga duo qilganda qanalli qizlardan xotin olmaslikni topilganligi hamda Yaqubning ota-onasining buyrug'i bilan Paddan Aramga ketganligidan xabar topdi. Asov buningdan otasi Ishoqning qanalli ayollarni yaxshi ko'rmaydiganligini tushundi. Şuna o İbrahimning o'g'li İsmailning yeniga berib, ayollarning ustiga İsmailning qizi Mahalatni oldi. Mahalat Nebayotning singlisi edi. Yaqub Bershabadan ayrilib, Haran qarab yo'lga chiqdi. Kun batqanda u bir yerga yetib kelib, shu yerda qo'ndi. U bir tashni beshiga qo'yib, yerda yetib uyquga ketdi. U tushida yerdan taki osmonga chiqishadigan bir palampayni ko'rdi. Xudoning farishlari palampayda yuqori tuvan minib yuradi. U yana Parvardigarning palampayning usti tarafda turib uningga: "Men Parvardigar, buvang İbrahim va otang Ishoq e'tiqod qilib kelgan Xudo bo'laman. Men hozir sen yotgan zaminni sana va sening avlodlaringga ato qilaman. Ularning soni yerdagi qumdek ko'p bo'lib, sharqdan g'arbga, janubdan shimolga tarqalib, butun zaminni qoplaydi. Yer yuzidagi butkul millatlar sen va sening avlodlaring orqali baxt topadi. Men sana yar bo'laman. Sen qayerga borsang, seni shu yerda qo'g'dayman. Hamda seni bu yerga qaytarib kelaman. Sana bergan va'damni ishga oshirmoqcha seni hargiz tashlamayman" da'vatqanligini ko'rdi. Yaqub uyqusidan uyg'onibla, "Men bilmabdikanman. Parvardigar haqiqatan bu yerda ekan" dedi. U qo'rqib ketib, "Bu nima degan qo'rqinchli joy? Bu boshqa yer emas, dal Xudoning uyi, arishga chiqadigan darvoza ekan" dedi. Ertasi tong sahardala Yaqub o'rnidan turib, beshiga qo'ygan ilqi toshni xotira qilish uchun tiklab, ustiga yog' qo'yib uni Xudoga atadi. Bu yerning burungi ismi Luz bo'lsa-mu, Yaqub uni Baytal, Xudoning uyi deb atadi. Andın o Xudoga qasam qilib, "Agar sen menga yar bo'lib, safarimda meni qo'g'dab, menga yemak-ichmak, kiyim-kechak yetkazib berib, meni amon-eson yurtimga qaytarsang, shu vaqtda sana mangu agishman. Men xotira qilib tasdiqlab qo'ygan bu joy insonlar sana ibodat qilgan muqaddas joy bo'lsin. Menga bag'ishlaganlaringning o'ndan birini sana taqdim qilman" dedi. Xo'sh qarindoshlar, bugungi olamning yaratilishi 28-bob mazmun ko'p emas. Bunun da birinci bölək, yəni birinci abzasda, yəni Ishoqning Yaqubga duo qilib yo'lga solgan mazmuni, anondikin Asavning qisqacha, yəni qisqacha ishi, yəni ailasikilar bilan qarshilashgan bir ishi, yəni otasining qanalli qizlardan, yəni qanalli ayollarni yaxshi ko'rmaydiganligini tushungan Asav, yəni otasiga qarshi holatda shular yana o'ylanishini bir yerda tilga oladi. Bu mu oldingi bob mazmunga bog'lanishliq, ya'ni 27 bob mazmun bog'lanishliq. Andan keyin 3-bo'lakda, ya'ni 3-abzasda yana Xudoning Yaqub ko'rinib, ya'ni Yaqub bilan ahdisini bog'laganligi, ya'ni İbrahim ahdisi, ya Ishoq ahdisi hamda Ishoqdan Yaqubga qanday qilib bu ahdining Yaqub qanday bog'langanligini, Xudoning qanday qilib Yaqub bilan ko'rishganligini va Yaqub bilan nimalarni, qanday ahdlarni, qanday va'dalarni berishganligiga oid mazmun boshlandi. Shunday qilib 28-bob bu bobdan boshlab Yaqub vaqalik bo'lsa Yaqubga yetkildi. Xo'sh qarindoshlar, biz tafsiliy ko'rib o'taylik. Biz oldin qatımda, ya'ni
Yaqubning atasining xayrlik duosini elish, ya'ni atasining xayrlik duosini elish uchun atasini, ya'ni onasi bilan, ya'ni Rebeqa bilan til biriktirib, atasini aldab, xayrlik duosini olganligini biz ko'rgandik. Ya'ni bu insoniy jihatdan aytgan vaqtimizda Yaqubning garchi atasining xayrlik duosini erish uchun fursatparastlik qilib, aldamchilik qilib, hiylagarlik qilib, yana barcha vositalarni qo'llanib turib shunaqan bo'lsin, lekin oxirsida yana bu ishlarning keynida, bu ishlarni yo'liga qo'yg'ichi, yana bu ishlarning mushundaq bo'lishiga yo'l qo'yg'ichi, ya'ni Xudo o'zining ahdisi, va'dasi, ya'ni tanlashi. Burun Xudo ya'ni qursatlik vaqti Yaqubni tanlagan edik. Garchi bular ya'ni Isoq bo'lsin, Rebeqa bo'lsin, Yaqub bo'lsin, itqansizlik bilan o'zlari xohlagancha, ya'ni o'zlarining nimasi bo'yicha, usuli bo'yicha, o'zlari yaxshi degani bo'yicha, o'zining o'lchimi bo'yicha xayrli duoga erishish uchun, Yaqubning xayrli duoga erishish uchun o'zlarining usuli bo'yicha bir ishlarni qilgan bo'lsa-mu, lekin Xudoning insonlarning plani, insonlarning ishlaridan, ishlar qanday bo'lishidan qat'iy nazar, insonlar qanday ishlarni planlashidan qat'iy nazar, Xudo bularning barliq qilgan ishlarning orqasida Xudo bularni yanalam o'zining irodasi bo'yicha, irodasining amalga oshishi bo'yicha, ya'ni irodasi yo'liga izg'i tushirganligini. Garchi bizning ko'zimiz bilan bizning ishlarimiz bo'yicha yomon deb qaralgan ishlar bo'lsa, Xudo bularni yaxshilikqa aylantirishga qodir ekanligini, ya'ni o'zining irodasi bo'yicha izg'i tushirishga qodir ekanligini qilib berib, Xudoning o'z irodasi bo'yicha, ya'ni o'z irodasi bo'yicha izchil tavramasin, o'z irodasi bo'yicha ish qilayotgan ishlarining borlig'ini biz oldin qatimda deb o'tgan. Shuning bilan garchi insonlar, ya'ni Isoq bilan Rebeqa, Isoq bo'lsa Esavni, Rebeqa bo'lsa Yaqubni yaxshi ko'rib yurib, ular o'zlarining nimasi bo'yicha, o'zlarining usuli bo'yicha, ya'ni Xudoning irodasi bog'lanib turib, Xudoning ahdisi bo'yicha emas, o'zlarining usuli bo'yicha farzandlariga muomala qilgan bilan, muomala qilish tufaylidan Yaqub bilan Esavning orasidagi munosabatning, ya'ni qarindosh munosabatining buzilishi, ham shundaqla Yaqub bilan Esav bo'lib qolmasdan yana oila munosabati, ya'ni oilasiga xotirjamlik, tinchlikning buzilishi, ya'ni Rebeqa deydi, ya'ni 27-bob oxirgi 46 oyat qarsanglar, Esavning imonsizliklarni olgan shu ikki ayoldan to'yib ketdim deb turib, ya'ni oilasiga munosabatning, ziddiyatning qanchalik ekanligini biroz yo'rtib bergandi. Ham bugungi mazmun qaraydigan bo'lsak, Esavning yana bu ziddiyatni yana keskinlashtirib, ziddiyatni avutib, rivojlantirib, yana atasi yaxshi ko'rmaydigan, ya'ni Isoq yaxshi ko'rmaydigan, shu qanonliq ayollarni yaxshi ko'rmaydiganligini tushunib, ya'ni atasining nimaga yaxshi ko'rmaydiganligini tushungan bo'lsa, shu atasi yaxshi ko'rmaydigan ishlarni qilib, ya'ni atasi bilan qarshilashgan, shunday bir ishlar rivojlanganligini biz ko'rib o'taylik. Shuningdek, endi bu biz oldin qatimda degandik, ya'ni Xudoga tayinib emas, balki inson o'zining usuli, o'zining shunday bir o'zining ichidan kelgan, ya'ni o'zining gunohkor tabiatidagi shu inkosi bo'yicha, o'zining usul istaklari, o'zining xohishlari bo'yicha Xudoga tayinmasdan, Xudoning so'ziga, va'dasiga tayinmasdan o'z xohishi bilan yashagan vaqtida, ya'ni o'zining istaklari bo'yicha qilib yashagan vaqtlarda, ya'ni o'zining hayotidagi shunday bir nimalarda, turmush kartinasida yuz beradigan ziddiyat bo'lsin, badal, ya'ni o'tash badallarning borlig'ini biz ozroq ko'rib o'tgan bo'lsak, bugungi qismda shu badalning oxiri bo'lgan, ya'ni Esavning qilgan ishi bilan shundaqla ham shundaqla oldingi bobning oldingi qatimda deganimiz uchun Xudo o'zining irodasini davomlashtirib, o'z irodasi bilan izchil holatda o'zgarmasdan, tavranmasdan o'z irodasini butun kuchi bilan Xudoning amalga oshirayotganligi bo'yicha, hamda bugun o'zining Ibrohimdan boshlagan shu ahdisini Isoq ulab, hamda bugun Yaqubga qanday ulg'anligiga oid mazmunni ko'rib o'taylik. Ana shunday mazmunning hamda rivojlangan mazmuni, ya'ni bugungi 28-bob desam bo'ldi. Aldı bilan qarab o'tsak, ya'ni oldin qatim degan, ya'ni Rebaqaning plani edi asli Yaqubni aksining, ya'ni Labanning uyiga yo'lga solish o'zining plani, ya'ni chunki Esav Yaqubni o'ldirib o'tishni planlaganligidan xabar topgan Rebaqa
Onu Haran yine akam Laban'ın yine geçipke dep durup 27. bab 43. ayette Yaqubni şu aksının uyuya geçip geçişini etkan. Hem bunu Rebecca hem okşaş sakı degen yani Esa'nın imansız ayallardan Çıqtoyup ketdim, Yaqub olan öylense bulmaydı deyin okşaş gaplan qilib, Yaqubni aksının yeniga yo'lga selish planini hamda Isaqqa ta'kidlash orqali Isaqning ham bu Rebecca'nın bu şu xiyali bo'yicha Isaqning ham bunun bir tadbir qo'llanishi uchun degan bir mazmunni ko'rib o'tgandik. Shuning o'xshash hamda bu oyat, bu 28 bobda Isaqmi Yaqubni chaqirib, uni Padan Aramga yolu sağallığı görələrimiz. Qarasaq biz İbrahim'u sahne öyle geçerlik özün yani kulunu, çakırını, Eliyazar'ını yani diyen özü demek yolu selip durup şəhədin, tuqqallarının uyudun, yani tuqqallarının qızıdın öyləndirişini etkan emas. Şunun qoxşaşlıma əmdi İshaq'mı özünün öylengini qoxşaş, əmdi Yaqub'ni yani şu Rebecca'nın aksının öyiga yolu selish bilan birge hem de dua qildi. Yani Yaqubga dua qilgan vaqtida yani İbrahimning e'tiqodi, yani İbrahim bilan tuzgan va Xudoning shu va'dasi bo'yicha, shu ahdisi bo'yicha. Andan keyin Isaqmi Xudodan olgan, yani Xudo bilan bog'lagan İbrahim'den ötüp İshaqqa bağlayan şu vədisi və əhdisi bo'yicha hamda Yaqubqa ham şu vədisi və əhdisi bo'yicha vədisini asas qilib, Xudoning əhdisini asas qilib duo qilganligini və duo qilib yo'lga solganligini biz ko'ra olamiz. Bo'libmi? Qaraydigan bo'lsak, dastlabda yani bo'libmi ailesi haqida, Yaqubqa ailesi haqida yani qanonli qizlardan ayollanmaslikni alayda ta'kidlaydi. Yani Labanning qizi, yani anasının akisining qizi bo'lgan qizlardan biriga o'ylanishini aytadi. Yani bir qanonli qizlardan ayollanmaslik. Biz oldin qatim Isaqni o'ylaydigan vaqtda İbrahimning e'tiqodi bilan Isaqni o'ylash uchun qilgan nimalarni prinsiplarini biz ko'rib o'tgandik. Yaqubning Isaqning o'ylanishiga oid mazmunda. Shuning o'xshash bunun hem de Isaqmi Yaqubni qanonli qizlardan ayolamiz. Ama qanonli qizlar deganimiz nimaga vakillik qilganimiz imonsiz, yani Xudoni tonimaydigan shunday qizlar. Rebecca'm deydimiz, imonsiz xitlardan olgan shu ikki ayoldan to'yib ketdim degan vaqtida yani Qanon rayonida yashayotgan bir qancha 7 millat bor. Biz buni İbrahimning qavotida ko'rgan buni xitlar, Busila deganga o'xshash shu mazmunlarni ko'rgan edik. Shunga o'xshash bular hammasi shu Qanon zimini, yani bu Qanon zimin bo'lsa Xudoning İbrahimga va'da bergan, İbrahim va uning avlodlariga miros qilib berib bermoqchi bo'lgan zimin ekanligini. Şunun için kanansız bu imansız bular bolsa Xudoning yani yo'qotish jazolashiga nima bo'lgan ve nimasi bo'lgan bir millatlar bo'lib, imansız millatlar. Yani imansız shunday millatlar bo'lg'achqa bu imansizlardan ayollanmasligini aksicha shu aksi, yani anasının, yani Rebecca'nın aksının qizlardan biriga o'ylanishini aytadi. Isaq o'ylangandimi? İbrahim shuna deydi, qanonsiz nima? Imonsiz qanonliqlardan ayol elib bermaslikni alayda chekilgan emasmi? Shunga o'xshash bu qatim Isaqmi Xudoning va'dasi bo'yicha ahdisini asos qilib turib Yaqubga duo qilgan vaqtida o'xshashlar qanondagi shu imonsiz qizlardan ayollanmaslikni alayda ta'kidlab yurib, aksining, yani o'zining ayalının aksının öyiga öyleniş üçün yolu sağalığını biz görə alayımız. Әнді şunlarla İbrahim əhdisi və İsaq əhdisi bo'yicha Yaqubqa Xudoning şu əhdisini birlikdə ta'kidlab turib yolu sağalan görəlim. Yəni əmin qadir Xudo sana bəxt ata qilay deb turib bəxt vədisi, əhdisida bəxt vədisi bor emasmi İbrahimga? Yəni 12-ci babda Xudo vədi bergan vaqtida bəxt ata qilganligini aytgandi. Isaqqa 26-cı babda degan vaqtida bəxt ata qilganligini aytgandi. Endi Yaqubga kelgan vaqtida shu bəxt vədisi, Xudoning bəxt vədisi bo'yicha hamma qadir Xudo sana bəxt ata qilgay deb turib, o'xshash shunday bəxtni ham shunday ko'p farzand berib, ular nurg'un millat qilgay deb turib, İbrahimga bergan shu va'dasi bo'yicha, Isaqqa bergan shu va'dasi bo'yicha hamda Yaqub
Yaqubqa ham İsahның shu Xudoning shu ahdisiga asosan ko'p farzand berib nurg'un millat ato qilg'ay deb turib, ya'ni İbrahim degan va'dasi bo'yicha sana sening avlodlaring baxt ato qilg'ay deb baxtini, ya'ni avlod va'dasini, hamda shundoqla hamda zamin va'dasi shu Xudoning baxit, avlod, zamin shu va'dasining az tipik nimalari 3 ga bo'lgan emasmi biz ko'rib o'tgan. Shuna o'xshash hamda sen musofir bo'lib yashayotgan yerni, ya'ni Xudo İbrahimga va'da berib bermoqchi bo'lgan zaminni sana taqdim qilg'ay deb turib, Xudoning İbrahim bilan tuzgan ahdisining İsah bilan qanday bağlayın? İsahmı özümü Xudodan shu ahdini olgan emasmi? İsahmı ham Xudo bilan bog'lagan shu ahdisi va'dasi bo'yicha Yaqub o'zining o'g'li Yaqubga ana shu Xudoning ahdisi va'dasi bo'yicha baxt tilab, duo qilib, shu va'dasi ahdisining Yaqubga ulinganligini ham bu yerda deyish orqali, ta'kidlash orqali ham Yaqubni Qanondagi shu imonsizliklardan o'ylanmay, balki Ribaqaning akisining uyiga o'ylanishga yo'l solganligini biz bu yerda ko'ra olamiz. Endi yana bir ikkinchi abzas qaraydigan bo'lsak, Asoga oid mazmun yana kelib chiqadi bu yerda. Bizga emas 28-bob bo'lsa, oldingi 27-bobning davomi edi. Shunga o'xshash Aso shu Yaqubni, ya'ni İsahning Yaqubni yo'lga solganda, Aramga yo'lga solganda, o'ylanishga yo'lga solgan emasmi? Alayda jikilgini bo'lsa, shu Qanondagi imonsiz shu qizlardan o'ylanmaslikni jikilab turib, o'ylanish uchun akisining Rabaqaning akisining yo'l solganligini xabar topgan emas. Masalan, shu vaqtda bu yerda Asoning bilgin nima desa, İsahning otasi İsahning Qanondagi shu ayollarni, imonsiz ayollarni yaxshi ko'rmaydiganligini tushunib yetgan. Tushunib yetgandan keyin Asoning qilgan ishi nima desa, İsmoilning qizini xotinlik qildi. Bu İsmoilning qizlari, İsmoilning avlodlari nimaga kelib desa, endi bularmi shu imonsiz, ya'ni Qanondagi shu imonsiz shularning imonsiz bir millatlarning balla avlodi, ya'ni imonsiz millatlar ekanligini biz ko'ra olamiz. Shuni tushunib İsmoilning qizini xotinlik qildi deganda endi bu yerda biz Asoning İsaqqa, ya'ni otasiga qarshi, ya'ni otasining yaxshi ko'rmaydigan ishini, otasi yaxshi ko'rmaydigan ishlarni tanlab turib qilganligini biz ko'ra olamiz. Ya'ni yaxshi ko'rmaydigan shu İsmoilning qizini xotinlik qilish orqali Ribaqa degan emas, shu imonsizlardan algan shu ayollardan to'yib ketdim deb ikki ayoli, Asoning alliburun ikki ayoli bor bo'lsa-mu, otasi yaxshi ko'rmaydigan shu İsmoilning, ya'ni Qanonlik shu qizlardan ayollarning ustiga ayol elib, bular ya'ni oilasiga qarshilik ko'rsatib, ya'ni qarshi chiqqan. Shuna bir buning qalbida, Asoning qalbida shu oilasiga, otasi Isoqqa bo'lsin, onasi Rabaqaga bo'lsin, qarindishi Yaqubga bo'lsin bir qarshilik, ularga bir qarshi bir hissiyatining paydo bo'lganligini biz ko'ra olamiz. Bu ikki abzas orqali biz ham oldingi bobning davom etganimiz uchun yengilchaqlay oladiganimiz nima desa, Xudoning, ya'ni aslimi Xudo, ya'ni qursaqdagi vaqtida, Ribaqaning qursaqdagi vaqtida Aso bilan Yaqubning ichidan Yaqubni Xudolar bilan tanlagan. Biz buni Malaki yozilgan xat birinchi bob orqali ham, buni Rimliklar yozilgan xatlar orqali, ya'ni yangi ahdidagi xatlar orqali ham biz alliburun Xudoning Yaqubni tanlaganligini, ya'ni 25-bob birinchi qatimliq bir videoni ko'rsanglar, biz alliburun shu vaqtda Yaqubni tanlagan, Xudoning tanlashini biz alliburun deb bo'lgan. Ya'ni Xudo bo'lsa izchil ana shu tanlashi bo'yicha, Xudo o'zining tanlashi va'dasi bo'yicha, o'zining irodasi bo'yicha bu ishni iziga solib, İsahning ham oxirisida İsahning Yaqubga, ya'ni Xudoning va'dasi va ahdisining Yaqubga bog'langanligini bu yerda qayta bir tunib, ya'ni Xudoning irodasi va va'dasi bo'yicha İsahning oxirisida bu Yaqubga baxt tilab, duo qilib, Yaqubni o'ylanish uchun Aram zaminiga yo'l solganligini, ya'ni Xudoning irodasining o'z iziga tushib, ya'ni Yaqubning Xudoning irodasiga qanday bog'langanligiga oid bir nuqtaliq bog'lanishlik mazmunini ham bu yerda ko'rdik. Endi bu yerda endi bu İsahning biz abiyamı ta'kidlab o'tganga o'xshash,
İsaq bilan Rebaqaning bir e'tiqodsizlik bilan qilgan shu ishlari, ya'ni o'zining xohish istaklari bilan Xudoga topshirmasdan o'zining istiki, o'zining kuchi bilan bu qilgan ishlari orqali o'zining to'lagan badali nima desa, ikki o'g'lini qarshilashtirgan, ham shuna ikki o'g'lini qarshilashtirgan bo'lib qolmasdan, ya'ni o'zining cho'ng o'g'li Asoning bularga elib kelgan bir tinchsiz, xotirjamsizlik bir ahvol, ya'ni o'z o'g'lini o'zlari bilan bir dushmanlashgan o'xshash bir qarshilashtirgan bir ahvolni kelib chiqqanligimiz ko'ra olamiz. Shunga o'xshash bizmi ham hayotlik turmushimizda bo'lsin, sabr bilan, ya'ni Xudoning irodasi, Xudoning bizga bergan va'dasi bo'yicha biz shu va'dasi bo'yicha va'dasiga tayinib turib, Xudoning irodasiga tayinib turib, Xudoning bizga bergan va'dasini unutib qolmasdan, yo'qotmasdan, hayotimizning ustidagi shu Xudoning va'dasini bo'ylab, va'dasidan chatnamay mangan vaqtimizda har bir ishlarning Xudoning o'zining kuchi bilan, o'zining mehri shafqati bilan bizning hayotimizda hammasini bizning uchun yarashtirib, har bir ishlarni bizning uchun ulashtirib, har bir ishlarni bizning uchun yaxshi deb qaragan ishlar bo'yicha bizga birdan bog'lashtirib, qanday bir bizni yeteklab, shu va'dasining irodasining bizning ustimizda amalga oshayotganligini, amalga oshirganligini biz ko'ra oladigan bo'lsak, lekin biz buning o'xshash, ya'ni Isoq bilan Rebaqaning qilgani o'xshash, biz Xudoning va'dasiga tayanmasdan, o'zimizning ko'zimizda, o'zimizning istaklarimizda, o'zimizning xohishimizda, o'zimizning ko'zimiz, o'zimizning o'lchimimiz bo'yicha o'zimizning hayotimizga qarab, atrofimizga ishlarga hukm qilib, o'zimizning xohishimiz bo'yicha o'zimizga yaxshi ko'ringan, o'zimizning manfaatimizga yaxshi deb o'ylagan, o'zimizning manfaatimizni chiqish qilib turib, o'ylab turib, o'zimizning ko'zimiz, o'zimizning o'lchimimiz, o'zimizning shu dunyodan olgan shunday bir nimalar bo'yicha qarab turib, biz hukm qilib, shular bo'yicha istab yurib, shular bo'yicha biz hayotimizni, o'zimizning manfaatimizni o'ylab turib, endi Xudoning irodasini emas, balki o'zimiz qaragandagi, o'zimiz yaxshi deb qaragan, o'zimizning manfaatimizga, o'zimizning shaxsiyat shu manfaatimizga. Chunki inson shaxsiyatchi. O'zining, ya'ni Xudoning yoritishi bilan, Xudoning so'zi bilan o'zini davomli isloh qilib turmasa, insonning doim o'ylaydigan o'y fikrlari bo'lsin, chiqish nuqtalari bo'lsin, hammasi o'zini markaz qilib turib chiqish nuqtasi qildi. Shuning uchun biz o'zimizni chiqish nuqtasi qilmasdan, balki Xudoning irodasini, Xudoning shon sharifini chiqish nuqtasi qilib turib. Chunki Rabbiy Sam deydi emasmi? Sizlar eng avval Xudoning podshohligini talab qilgan vaqt, ya'ni Xudoning podshohligini va Xudoning ulug'ligini izlab, shu bichon talab qilgan vaqtinglarda Xudo barlig'ini, ya'ni sizlar muhtoj bo'lgan barliq hammasini sizlarga qo'shib beradi deb turib, Mattabiyaga qo'shganini o'qisanglar shunday bo'lmasmi? Shunga o'xshash biz o'zimizni emas, o'zimizning manfaatimizni emas, o'zimizning yaxshiligimizni emas, balki Xudoning eng avval Xudoning shon sharifini, Xudoning podshohligini, Xudoning ulug'ligini, Xudoning irodasini chiqish nuqtasi qilib turib, Xudoning irodasini markaz qilib turib, o'ylab turib, shular bo'yicha itoat qilgan vaqtimizda asli hammasi, ya'ni boshqa narsalarning Xudoning hammani bizga qo'shib ato qilganligini biz haqiqatan turmushimizda, har bir ishlarimizda, kunlik turmushimizga har bir ishlarimiz biz ko'ra olamiz. Chunki Xudo bizning kunlik turmushimizga har bir ishimizga Xudo o'zi qo'shildi. Ya'ni bizning bilan tang Xudo o'zi bo'lmuş bizning har bir ishlarimizga aralashadi. Xudo hammani ko'rib turdi, Xudo ham ishlarimizga aralashadi. Xudo har vaqt bizga yor emasmi? Shunga o'xshash biz agar biz o'zimizning shaxsiyatimiz bilan, shaxsiy manfaatimizni chiqish qilib turib qilgan ishlarimiz bilan, qilgan o'y fikrlarimiz bilan, planlarimiz bilan ish qilgan vaqtimizda bo'lsa, buning oxirsida biz o'zimizning behuda bo'lgan jarayonlarni, behuda bo'lgan ishlarni, behuda bo'lgan ko'ngil isrofchilik bo'lsin, ko'ngil azori bo'lsin, shunday bir behuda bo'lgan his tuyg'ularni, nima deymiz, behuda bir ishlarni, shunday bir ziyoda bo'lgan ishlarni o'zimizga bir nima deymiz, isrof, vaqt isrofchilik bo'lsin, zehn isrofchilik bo'lsin, quvvat, jismoniy quvvat isrofchilik bo'lsin, shunday bir behuda bo'lgan ishlarni peqirab bir mo'j bo'lgan jarayonlarni, behuda manganliklarimizni shunday bir es qilgan vaqtlar es qilib qolamiz. Shuning uchun biz garchi biz hozir o'zimizning qilgan vaqtimizda garchi Xudo shunday asta, Xudo bir aralashmayotgandek, Xudo bir hech qilmayotgandek, bizning vaqtimizni isrof qilayotgandek, o'zimiz bunday qilsak bir vaqt jarayoni isrof qilayotgandek bir o'ylagan tuyg'ularga kelishimiz mumkin. Lekin shunday bo'lsa-mu, biz bulardan o'zimizning
özümüzni nokta qilib, özümüz chiqish nuqtasi qilib kelgan bu tuyg'ularni, his tuyg'ularimizni, o'y fikrlarimizni, qarashlarimizni doim Xudoning so'zi bilan, Xudoning bizga bergan va'dalari bilan isloh qilib turib, sabr bilan Xudoning yetaklashini biz Xudoning yetaklashini chiqish nuqtasi qilib, Xudoning yetaklashini biz saqlab, Xudoning yetaklashi mangan vaqtimizda ana shu Xudoning bizning ustimizda qilayotgan ulug'lig'ini, ulug' ishlarini, shon sharpini, bizning bilan qilayotgan shu irodasini biz ham ustimizda ko'ra olamiz, boshdan kechira olamiz degan bo'ldi. Masalan, biz Isroillar Misrdan chiqqan vaqtida qanday bo'ldi desak, Misrdan chiqqan vaqtida Xudo o't to'rigi, bulut to'rigi orqali ularni yetaklab bordi. Ya'ni o't to'rig, bulut to'rig ularning ustida, ularning oldida ularni qo'g'dab mangan vaqtda ular o't to'rig bilan bulut to'rig turgan vaqtida Isroillar turib shu joyda turdi. U o't to'rig, bulut to'rig mangan vaqtida Isroillar mangda emasmi? Ular cho'ldan chiqib Qanon zaminiga o'ltirib kiradigan vaqtida bo'lsa, ahd sandig'ini yani ahdi sandıgını ular aldıda götürüp madı. Mesela Yeşua kısmı qaraydigan bolsak, ahdi sandıgını götürüp ular Qanon zaminiga şu nima kirgan vaqtida, Evergo'ga kirgan vaqtida nimasidan o'tgan dengizdan o'tgan Yordan darasidan o'tgan vaqtida ahdi sandığı ularga yetakchi bo'lib, so'z olib, bosh olib, ahdi sandığı ularning oldida minib, ahdi sandığı turgan vaqtida Evergo'dagi suv, ya'ni Yordan darasidagi suvning turganligiga o'xshash, ya'ni Xudo burun cho'ldagi vaqtida bulut to'rig, o't to'rig orqali yetaklagan bo'lsa, hamda Yeshua davrida ahdi tuzgandan keyin ahdi sandığı orqali ahdi shu nimasi bo'yicha ularga yetakchilik qilgan bo'lsa, hozir bo'lsa bizga ham Xudo bizni muqaddas ruh orqali, Rabbi Isa Masih orqali yangi ahdining xalqi bo'lgan bizni muqaddas ruh orqali har kun, har vaqt, har ishlarimizda bizni qanday yetaklayotganligini shu muqaddas ruh orqali yetaklayotganligini biz his qila olamiz, bila olamiz. Shuning uchun muqaddas ruhning har doim bizning o'y fikrlarimizni, ko'z qarashlarimizni, bizning turmushimizga har bir ishlarda bizni doim bizni isloh qilib turib, bizni yetaklab, muqaddas ruhning yetaklashi bo'yicha, muqaddas ruhning anqartishi bo'yicha shunday biz kundalik turmushimizda, har bir ishlarimizda Xudoning muqaddas ruh orqali bizni yetaklashini his qila oladiganligimizni biz bila olamiz. Shuning uchun bizmi demoqchi bo'lganimiz nima desa, har bir ishlarimizda Xudo bizga yetakchilik qilayotgan bo'lg'achqa, har vaqt muqaddas ruhning bizni yetaklashini chaqirib turib, duo qilib turib, har bir ishlarimizda Xudoning va'dasi, so'zini asos qilib turib, o'ylashimizni Xudoning va'dasi, so'zini o'lcham qilib turib, hukm qilishimizni, so'zini, Xudoning va'dasini, so'zini o'lcham qilib turib, hayotimizni qarashimizni, hayotimizni Xudoning so'zi bilan, yetaklashi bilan o'tkazishimizning naqadar muhimligini biz ham bu yerda ko'ra olamiz. Endi üçüncü bölek, yani en muhim bölek, yani Xudoning Yaqubga ko'rinishi va Yaqub bilan ahdi bog'lashiga oid mazmun. Biz oldingi qitimda, ya'ni Yaqubning akisi Asavning tunji o'g'illik miros huquqini tatib olganda bo'lsin, ya'ni purchoq sho'rpisiga niqbatli deb turib shu mazmunni bir qatim deyishgan, degan deb o'tgan. Ham uningda bo'lsin va yoki keyin oldingi mazmundagi, ya'ni otasining xayrli duosini uchun qilgan bu nimalarda bo'lsin, bu vaqtlarda biz Yaqubning, ya'ni taqiy Xudo bilan uchrashmagan vaqtlari deb izchilgan, ya'ni Xudo bilan uchrashgandan keyin Yaqubning qanday o'zgarganliklarini ham biz ko'rib o'taylik deb turib izchil shu gaplarni qilgan edik. Shuning o'xshash bu endi mana Yaqubning, ya'ni Xudoning Yaqub bilan ko'rinib, ya'ni Yaqub bilan bevosita ahd bog'lab, Yaqub bilan bo'lgan munosabatining boshlanganligini biz mana shu bo'lakda, mushu abzasida biz yana ko'rib o'taylik. Biz ham garchi Yaqubni otasi, ya'ni yo'lga solgan vaqtida o'zining e'tiqodi bo'yicha İbrahim bəgən Xudanın İbrahim bilan tuzgan ahdisi və özü, yəni İsaq özü bilan tuzgan va'dasi, ahdisi bo'yicha garchi Yaqubga baxt tilab duo qilib, Yaqubni Aramga yo'lga solgan bilan tahi Yaqub yerda Xudo bilan tahi bir yəni o'zining personal bir munosabatini, ya'ni Xudo bilan o'zining haqiqiy bir munosabatini bog'laganligini biz oldida ko'rmagan. Endi mushu vaqtda haqiqiy Xudoning, ya'ni Yaqubning Xudo bilan o'zining bir personal nima deymiz, bir shaxsan bir munosabatining bog'lanishining boshlanganligini biz yana ko'rib o'taylik. Buning orqali nima demoqchi desa, ya'ni Xudo bizning qilamisak, ya'ni bizning e'tiqodimizning tubki alohidligi nima desa, biz bo'lsak Xudo bilan bir
Her birimiz Xudo bilan bir özümüzün şahsen özümüzün münasebetimizni bağlap durup Xudo bilan personal holatda bir munosabat o'rnatib, personal holatda Xudo bilan bağlanıp, Xudoning her gün Xudo bilan bir personal holatda bir munosabatimiz bilan mungdushib, Xudoning so'zini anglab, duo qilib, duolarimizni Xudo bilan paranglashib degan o'xshash. Xudo bilan haqiqiy bir do'stga o'xshash, yaqin bir munosabatni bog'lash bu bizning e'tiqodimizning haqiqiy ma'nosi. Bizning e'tiqodimizning tubki ma'nosi, tubki asosi desam bo'ldi. Shuningga o'xshash, ya'ni biz nima uchun buni deymizsak, mayli islom bo'lsin, mayli buddizm bo'lsin, va mayli katolik bo'lsin, va mayli yahudizm bo'lsin. Boshqa nimalar qarasak, ularning asoslandig'i nima desa, ular asosan endi Xudoning so'zi deb turib, bir qonun deb turib, shuningga faqat islomdan biz hammamiz aniq bilamiz, chunki biz o'zimizning hammamizning islomiy tarixi orqali ko'rinishimiz bor. Faqatlam qullarcha, ya'ni Xudoning so'zini itoat qilish, ya'ni bo'ysunish deblam. Albatta buni biz ta'kidlaymiz. Ya'ni ularda personal bir Xudo bilan bo'lgan bir personal munosabat yo'q, munosabat o'rnatish yo'q. Ya'ni Xudoning so'zini anglab, Xudo bilan uning mungdushib, Xudo bilan paranglashib, Xudoning birdan yetakligini ular his qilolmaydi. Faqat ular Xudoning so'zini, ya'ni qonunga o'xshash. Biz hozir masalan dunyoning nimasi bilan bir selishtirib, misol qilib buni tushuntirsak, masalan dunyoda har bir davlatning, har bir nimaning o'zining qonuni bor. Bir ko'rinmasan bir qonuni bor. Shu ko'ringa itoat qilib yashaydi. Shu qonunning ostida yashaydi. Shu qonun ostida, shu qonunga itoat qilib, shu qonunga rioya qilib yashaydi. Mana bu ularning har bir davlatning bir nimasida qonuni bor degan o'xshash. Shunga o'xshash har bir e'tiqodi dindimi ham shundoq o'zining qonunini, Xudoning so'zi bo'yicha, Xudoning so'zini, ya'ni qonun, amr, farmonlarini shundoq nima qilib yashaydi. Lekin boshqa dinlar bo'lsin, mayli islom bo'lsin, bayondiq, mayli katolik dedik, va hatto ba'zan xristianlar bo'lsin. Va yoki ba'zan buddizmlar bo'lsin, bularning qildig'ini nima desa, buni biz payg'ambarlar qismida bo'lsin, biz muqaddas deb o'qiganimiz nihoyat aniq tushuntirib berdi deydi. E'tiqodsizlar ularga o'xshash, ya'ni bir so'zni ta'kidlamanglar, ularni oqoqidan da'vatsam Xudoning ijobat qildi deb turib, ya'ni da'vamanglar degan o'xshash. O'sha Yashaya payg'ambar qismini o'qisanglar ham bor. Shuningga o'xshash bizning e'tiqodimizning tubki farqi nima desa, ular bo'lsa, ya'ni biz islomdan bor. Buni oyatni muncha qattam o'qisa, buni ijobat bo'ldi ekan, buni oyatni muncha qattam o'qisa, bunda xul ekan, bunda qilsa gunohlar kechirim bo'ldi ekan degan o'xshash. Oyatni o'qish orqali ular gunohlarni kechirim qilganligini, oyat o'qish orqali o'zlariga nima topadiganligini, yaxshilik topadiganligini, oyat o'qish orqali o'zining unda xulgan, bunda xulganliklarini deb turib, oyatga bog'laydi o'zini. Biz bo'lsak, albatta Xudo mushu so'zi orqali, Xudo o'zining mushu muqaddas kitobdagi so'zlar orqali bizga so'zlaydi. Tirik bir jonliq bir holatda, jonliq bir munosabatni bizga bog'lagan Xudo. Biz bo'lsa bir personal holatda tirik bo'lgan, jonliq bo'lgan, ya'ni hayot Xudo bilan, hayotiy Xudo bilan, ya'ni biz hayot yashayotgan Xudo bilan bog'langan, hayot Xudoning so'zi orqali biz hayotiy hayotni, ya'ni mangulik hayotga bo'lgan, mansub bo'lgan bizlar hayotiy bo'lgan, haqiqiy hayotni biz yashaydiganligimizni biz ko'ra olamiz. Ya'ni ularning qilayotganlarining bir o'lik bir e'tiqod ekanligini shu orqali biz sizlar o'ylab ko'rsanglar, men nima demoqchi bo'lganligimni men tushuna olasizlar. Shunga o'xshash biz har bir e'tiqodchimiz ham hayotiy bo'lgan bir e'tiqodni yashashimiz kerak. Ya'ni har kun Xudo bilan bir hayotiy munosabatni, personal bir hayotiy munosabatimizni bog'lab turib, har kun Xudoning so'zini, o'zimizga nima da'vatganligini, Xudo bilan bir mushaq oldimizda o'tirib turib, paranglashgan o'xshash, mungdashgan o'xshash, ana shunday mungdasha oladigan bo'lgan biz. Ayso Masih orqali Xudo bilan bo'lgan shunday munosabatimizni biz qilgan emas, Xudo bilan shunday bir personal bir munosabatni bog'lagan biz. Kunda Xudodan so'rab, Xudoning so'zlari orqali Xudoning bizni yetaklashini turib, Xudo bilan ana shunday bir munosabatni bog'lashimizning naqadar muhimligini biz ko'ra olamiz. Shuningdek ham bu Yoqubning so'zi orqali nima desak, bu Yoqubmi garchi Isoq uni yo'lga solganda o'zining e'tiqod qilgan Xudosi bilan baxtlab yo'lga solganda, garchi Yoqubni to'g'ri haqiqiy tushunmagan bilan, amdi Xudo
Yaqubqa ko'ringan vaqtida biz ko'rganimizda u tushida yerdan taki osmon taqishidan bir palampayni ko'rdi. Xudoning farishtalari palampayni yuqorida minib yuradi. Parvardigorning palampayning ust taraf turib uningga men Parvardigor bovang Ibrohim va otang Ishoqqa e'tiqod qilib kelgan Xudo bilman deganligini yana angladi emasmi? Shunga o'xshash atisidan anglagan, atisi Ishoqdan anglagan Xudo. Bovisi İbrahim'den anlagan Xudoning haqiqiy shu hayot Xudoning mushu kuni kelganda o'zi bilan ham bevosita munosabat bog'laganligini o'zi bilan bir munosabat bog'laganligini Yaqub boshdan kechirdi emasmi? Ana shundaq Xudo uning bilan ko'ringandan keyin Yaqub qana oldi desa, "Va men bilmabdi ekanman, Parvardigor haqiqatan bu yerda ekan" deb turib 16-oyatda Parvardigor haqiqatan bu yerda ekan deb turib, haqiqatan deb bu yerda haqiqatan deganga hamda o'zing anglaganlari emas. O'zi kichigidan bo'lsin anglab cho'ng'igan shu Xudoning bir anglaganlar emas, balki haqiqiy hayot yashayotgan, men bilanmi munosabat bog'lagan, men bilanmi munosabatli bo'lgan, men bilanmi ana shunda bir munosabat bog'laydigan Xudo ekanligini e'tirof qilgan, buning e'tiqodiy e'tirofini biz ko'ra olamiz. Haqiqatan bu yerda ekanligini. Andan keyin buningdan yana nima desa, u qo'rqib ketib deydi. Bu nima degan qo'rqinchli joy? Bu qo'rqinish degan gapni biz qo'rqinish degan gapni biz qaraydigan bu yara degan so'z ham bu qo'rqinish degan so'z. Bu so'z dastlabda nada uchraydi desak, olamning yaratilish 3-bobda, ya'ni 3-bob 10-oyatda Odam oti bilan Havvoni ya'ni gunoh o'tkazgan, o'zing gunoh ya'ni Xudoning huzurida, ya'ni Xudoning huzur nima ular mevini yedi emasmi? Yaxshi bilan yomonini bildirgan. Mevini yeb bo'lib Xudo oldida gunoh o'tkazdi. Shu an Xudodan qo'rqdi. Ular gunoh sababidan qo'rqinish paydo bo'ldi Xudoga nisbatan. Shunga o'xshash Xudo bilan uchrashgan, ya'ni Xudoning oldida o'zining gunohkorligini e'tirof qilgan, o'zining gunohini tufaylidan kelgan qo'rqinish, shu qo'rqinish yara deb ataldi bu yerda. Shunga o'xshash bu Yaqubmi Xudo bilan Xudoning ko'ringandan keyin Xudo bilan munosabat o'rnatgandan keyin bizmi shundaq Xudoni haqiqiy biz tungan vaqtimizda, Xudoning so'zini esgan vaqtimizda biz o'zimizning naqadar gunohkor ekanligimizni har vaqt tunaymiz. Xudoning so'zlarini biz o'qigan vaqtimizda, Xudoning so'zlari bizning qalbimizga kirgan vaqtimizda, bizning qalbimiz yoshinib yotgan shu gunohkor tabiatimizni biz doim his qilamiz. Chunki Xudoning so'zi nur emasmi? Xudoning so'zi nur. Nur oldida biz yiqilishgan seri, nur oldida turgan seri biz o'zimizdagi dog'larni, gunohlarni, xatoliklarni ko'ralaymiz, anqiralaymiz. Shunga o'xshash bu Yaqubmi Xudo bilan munosabat o'rnatganda, Xudoni yesqigan, Xudoni tunagan vaqtida Xudo bilan ashunani qavatida gunohidan kelgan, ya'ni gunohlar o'zing gunohkor nimasini tunib yeda, ya'ni o'zing gunohkor holatini, o'zing gunohlarini tunib Xudoning oldida e'tirof qilgani, bu haqiqatan Xudo bu yerda ekan degan e'tirof qilish bilan birga o'zing gunohkorligini e'tirof qilib, qo'rqqan holatda, ya'ni qo'rqib ketib, bunim degan qo'rqinchli joy, bu dal Xudoning uyi ekan, ariq chiqadigan darvoza ekan deb turib, o'zining gunohkor tabiatini, gunohini tunaganligini bu yerda ko'ra olamiz. Endi bu yerda qaraydiganimizda Xudomi yana biz dedik İbrahim bilan tuzgan ahdisi, Ishoq 26-bob kelib Ishoq bilan aynan shu bitan Ishoqqa bog'landi. Endi shu 27-oyatda aynan Yaqubga bog'langanligini biz ko'ra olamiz. Masalan, Xudo deydi Yaqubga: "Men Parvardigor bovang Ibrohim va otang Ishoq e'tiqod qilib kelgan Xudo bilman. Men hozir sen yotgan zaminni sana ve senin avlodlaringga taqilman" deb turib, bu zamin va'dasi. Ibrohim ham shuna degan, bu zaminni sana taqilman deb turib, material qarsanglar mana shu munosabat, ya'ni zamin Ibrohim bilan tuzgan ahdlardagi zamin g'oyat va'dasin bo'lsin, mayli avlod qo'ydi, ya'ni qumdek sanoqsiz, yulduzlardek sanoqsiz deb Ibrohim ham bergan emasmi? Buni Ishoqqa degan. Shuning o'xshash avlodlarini ko'paytirmayin, avlodlaringga bu zaminni ato qilman, san va sening avlodlaringga ato qilman, san va sening avlodlaring baxtga ato qilman degan o'xshash. Ya'ni yer yuziga millatlar san va sening avlodlaringga baxtga deb turib, Ibrohim degan 13-bobdan boshlab Ishoqqa dedi, endi bu kelib 27-bob kelib Yaqubqa deganligini. Shuning o'xshash Ibrohim ahdisining Ishoqqa bog'langan bo'lsa, endi bu yerga kelib Xudo bevosita yana shu ahdlarni Yaqub bilan bog'lab, Yaqub bilan ham bu yerda ahd tuzayotganligini biz ko'ra olamiz. Endi bu yerda Yaqubga xos bir va'dasi bor. Masalan, Ishoqqa bo'lsa, men senga ko'rsat, ya'ni men degan shu joy turib qol, Misrga borma deb turib Ishoqqa shu zaminda turib yashashini aytgan alaydi. Ishoqqa
vakillik qilgan shu so'zi. Hamda Yaqubga ayrim degan so'zi bo'lsa, ya'ni men san yar bo'lman, san qayer borsang, hozir aram, ya'ni aramga mangan emasmi chayga. San qayer borsang, sen shu yerda qo'g'dayman deb turib qo'g'daydi olin. Chunki bu Yaqub shu qadar qo'rqinish, yog'izlik ichida. Yog'izlik ya'ni aksidan kelgan shuna bir qo'rqinish bo'lsin, qilgan ishlardagi bir qo'rqinishlar bo'lsin, shuna bir qo'rqinish yo'liga chiqqan vaqtida emasmi? Shunga bu yog'iz holatim shunga bir yo'lga chiqqan vaqtida Xudoning deydi. Men sana yarılman. Sen qo'rqma. Men sana yarılman. Sen qayerga borsang, men seni shu yerda qo'g'dayman. Hamda seni bu yoqqa qaytarib kelman deb turib, ya'ni mushu va'da bergan zaminning Ibrohim va'dasi bo'lsin, Isoqqa bo'lgan bo'lsin, hamda Yaqubga shu zamin va'dasini beramiz. Mushu zaminni ularga ato qildiganligini. Shuncha mushu zaminga va'da bergan mushu zaminga Yaqubni qaytarib keldiganligini ham bu yerda va'da berishi. Shuncha men sana bergan va'damni ishga oshirmoqchi seni herkes taşımayman deb turib, ya'ni shu va'dasini Xudoning Yaqub bergan va'dasini cho'qim amalga oshirganligini, ham shu va'dasi qachon amalga oshirgan qadar uning yor bo'lganligini, uni qo'g'daydiganligini, uning bilan birga bo'lganligini, uni qaytarib keldiganliklarini, shu barliq nimalarning toki va'dasi Xudoning shu va'dasi to'liq amalga oshirilmaguncha Yaqubni yolg'iz tashlab qo'ymaydiganligini bu yerda Yaqubni bu o'zi yolg'iz yo'lga chiqqanda Yaqubga shunday bir va'dalar berganligini biz ko'ra olamiz. Ammo shu vaqtdan bayon dedik, Yaqub bo'lsa Xudoning shu Xudo ko'ringanda Xudoni haqiqatan bu yer ekan. Xudo haqiqatan yashayotgan hayot Xudo ekan deb turib, Xudoni haqiqatan e'tirof qilib, ya'ni Xudo bilan tunishi, Xudo bilan itoatini biz endi so'zgaling ko'ra oldik. Ham shunal nima degan qo'rqinish joy deb turib, o'zining Xudo oldida o'zining qanday odam ekanligini, o'zining qo'rqini, ya'ni gunoh hikoya ekanligini tunib yetganligini biz bu yerda ko'ra olgan edik. Ham shunala buning yana bir qilgan ishi nima desa, o'zi shu ya'ni toshni boshiga qo'yib yotgan emas, mana shu boshiga qo'ygan shu toshni atisi sahar o'rnidan turiblar, Xudoga atab turib tishlab, shu joyga ya'ni yog' qo'yib Xudoga atanligini, ya'ni baytal deb shu joyni. Chunki shu joyda Xudoning va'da bergan emasmi? Shu va'da ahdi bergan shu joyga o'zining boshiga qo'ygan toshni xotir qilib tishlab, shu joyni baytal deb tikilganligini, ya'ni va'dasini ching tutadiganligini, ya'ni xotir qilib saqlash uchun qilganligi uchun, ya'ni shu Xudoning shu va'dasini o'zining hayotiga asos qildiganligini bu yerda belgi qilganligini biz ko'ra olamiz. Shunday oxirsida Yaqubning Xudoning shu va'dasini asos qildiganligini, va'dasi tayindiganligini deb turib bu yerda bir xotir tosh tiklanga o'xshash. Ham shunday Xudoga o'zi Yaqub o'zi bu yerda qasam qildi. Qasam qilganda, ya'ni Xudoning va'dasini ta'kidlab turib, sen menga yor bo'lib, sabrimni qo'g'dab, Xudo o'zi ham men senga yor bo'lman, sen nega borsang sen qo'g'dayman degan. Ya'ni shu ta'kidlab turib, agar sen rostdan menga yor bo'lsang, agar sen rostdan men safarlarimni qo'g'dasang, deb turib, endi Yaqub o'zining bir g'amandisini deydi-da, ya'ni menga yemak-ichmak kiyim-kechak yetkazib berib, bu ansiraydi, albatta o'zing uydan yolg'iz shu bitan yo'lga chiqqan boshqa nima yeb, nima ichman, nima turman, shu vaqtlarda degan muhitdagilar nurg'un xirzislar degan shundoq bir qo'rqinish yolg'izlik ichida yo'lga chiqqan Yaqub Xudoning shu va'dasini, so'zini tutib turib, agar sen rostdan menga yor bo'lsang, rostdan sen meni safarimni qo'g'dasang, hamda qo'shimcha qilib menga yemak-ichmak, kiyim-kechagimni yetkazib bersang. Bu uyda hech bir yemak-ichmakdan, kiyim-kechakdan g'am qilib baxmagan Yaqub onasining nimasini yanida turib yemak-ichmakni bo'lishini o'zi etib yeb turib, nihoyat bir hamda kangtashchilik, baybayashachilik ichida hamda hech qanday bir muhtojlikni bir boshdan kechirib baxmagan Yaqub hamda bu o'zi yolg'iz yo'lga chiqdi emasmi? Shundan bo'lg'achki bu hamma narsadan g'am qildi emasmi? Shunga o'xshash Şoňa özüň goşgany yemek-içmek bolsun, kiyim-kechaklarni dep turib, ýani yetkizip berişini tilep turib, andan keyin özüň aman isen ýurtga gaýtyryşyny Hudamy diýen sen gaýtyrman dep gaýtyrsaň, şu wagtda men saňa meňgue egişmen dep turib, ýani Hudanyň wädesiga asasen özüniň minkasyny, eger rastlanam Huda sen maňa muşnamşdan kıldan bolsaň, özüň iradesini dawatda, özüniň Huda bolgan iradesini, Hudaga bolgan özüň pozisiýasyny, ýani Huda eger sen rastlanmyşdan kılsaň, men çoqum saňa meňgue, muşunda kılsaň men saňa meňgue egişmen dep turib, ýani özüň hatyr kılgan taşny, ýani bu taş öz hatyr kılıp tikleýän bu taş
өзінің bu itikadını ifadelagan bir taş, yani özünün itikadiga vakil qildigan, özünün itikadını bizim bir narsalarni belgi qilamiz go, bir narsani xotir qilamiz, yani özümüz hatırlaydan küllerimiz bağlaydı, küllerimiz bağlı degan o'xshash. Mesela tug'ilgan kun yoki biz alayda kunlarni xotir qilib turib unutmasligimiz uchun yoki alayda bir kun bizga nisbatan alayda bir kun deb turib xotir qilgan o'xshash. Bumi o'zining Xudo bilan ko'rishgan kunni, Xudoga bo'lgan e'tiqodini, Xudo bilan ko'rishib Xudoga bergan va'dasi, Xudoning ahdisini, o'ziga qilgan va'dalarini, ham o'zining Xudo qilgan qasamlarini bu yerda xotir qilib tikilgan toshni bu yerda nim qilib turib, bu yerda o'tirib qo'yib turib, bu joy, ya'ni insonlar san ibodat qilgan muqaddas joy bo'lsin deb turib, o'zimi mushu joyda Xudoga e'tiqod qilib, Xudoga qaytib, Xudoga yani Xudoga o'zining e'tiqodini, Xudoga o'zining irodasini deb turib, Xudoga o'zining e'tiqod qilganligini, menga eshitganligini deb turish orqali, ya'ni mushu joyni xotir qilib, bu joy men e'tiqod qilgan bu joy, ya'ni men senga e'tiqod qilgan, men senga qaytgan, yani men senga e'tiqod qilgan bu joy, ya'ni insonlarmi shundaqla senga e'tiqod qilgan shundaq muqaddas joy bo'lsin deb turib, ya'ni o'zining bir e'tiqodiy arq ko'rinishini deb turib, mushu tosh qilgan, tosh qilib tikilgan bu joyni o'zi baytal deb turib, ya'ni Xudoning uyi bo'lsin, ya'ni Xudoga e'tiqod qilgan, boshqa insonlarmi Xudoga ibodat qilgan shundaq bir joy bo'lsin deb turib, xotir qilgan tosh bu shu joyni o'zining, ya'ni Xudoga bo'lgan e'tiqodining bir alayda belgisi sifatida qanligini biz ko'ra olamiz. Ham shundaqla e'tiqodining sifatida men beg'ishlarning o'ndan birini sana taqdim qilman deb turib. Ham bu baliq Xudo ato qilgan baliq baxt barakatning o'ndan birini Xudoga ato qilish, bu Xudo o'zi biz qonun sharhi bo'lsin, 10 farazga qaraydigan bo'lsin, shu Tavrat qismini o'qisak, biz Xudoning bizga ato qilganlarining hammasi o'ndan birini Xudoga atash, ya'ni Xudoning ishlariga, Xudoning xizmatini qilayotganlar, ya'ni bu yerda atash bu bir Xudoning bergan bir so'zi. Shuning uchun bu Yaqubmi shu bo'yicha yana o'zining Xudoning uning ato qilgan baxt barakatning, uning bag'ishlaganlarining o'ndan birini Xudo ato qilganlarni bu yerda va'da qilayotganligini ko'ra olamiz. Biz qaraydigan bo'lsak, Ibrohimmi o'ljagan nimalarning o'ndan birini Malkisedekqa ato qilgan emas, biz o'qigan, biz ko'rib o'tgan. Shuning o'xshash bu o'ndan birini bag'ishlash, bu Xudoga ato qilgan, ya'ni Xudoning bu nima desa, Xudo ato qilgan shu baxt barakatining guvohchisi sifatida biz qonun shariy qaraydigan bo'lsak, qonun shariy 26-bob qaraydigan bo'lsak, ya'ni Xudoning bizga va'dasi bo'yicha ato qilgan shu baxt barakati, ya'ni Xudo o'z va'dasi bo'yicha menga baxt barakat ato qildi. Mana bu, ya'ni biz ondan bir qismini olib turib Xudoning oldida, mana bu sen menga ato qilgan baxt barakatlarning guvohchisi, ya'ni isboti. Mushu narsalarni barakat qilib, menga baxt barakat qilib ato qilgan narsaning bir qismi mana bu. Bu bo'lsa isbot sifatida, guvoh bo'lsin, guvoh sifatida, sen menga ato qilganlaringning guvoh sifatida men buni sening oldingga aytgandim. Ya'ni sen haqiqatan menga baxt ato qilding. Men bu sening baxt ato qilganingga guvoh berman, ya'ni guvohchi bo'laman deganning ma'nosi mush ondan birini ato qilishning, ya'ni haqiqiy ma'nosi bo'lsa shu. Buni biz qonun shar'iyda ko'rgan vaqtimizda tafsiliy, aniq ko'ra olamiz. Shuning o'xshash bizmi hayotimizni, ya'ni ondan hayotimizdagi bizga ato qilgan Xudoning bizga bag'ishlaganlarining ondan birini ato qilgan, ondan birini Xudoga atab turib qilishni davomlashtirishimizning ham muhimligini ko'ra olamiz. Chunki bu bir Xudoning bizga ato qilganlarining isboti, ya'ni guvoh sifatida. Bizda nurg'un nimalar bor, ba'zilar bor. Bir kunning, masalan, bir kun 24 soat bo'lsa, 24 soatning oz deganda 1-2 soatini Xudoga atab turib, maxsus Xudoga atab turib, bizning aramizda ba'zilar ashna qiluvchi Xudoga maxsus atab turib, ya'ni yordam muhtoj bo'lgan millatlarning ba'zilar bo'lsa tarjim qilgan, muqaddas kitob tarjim qilganlar, ba'zilar bo'lsa shu millatning tilida e'tiqodiga oid materiallar yo'q emasmi? Shu kitoblarni tarjim qilib shu millatning tilida shu millatga yordam qilgan sifatida shunaqa bir ato qilganlar bor. Ba'zilar bo'lsa endi o'zlariga ato qilgani bo'yicha, masalan, bu men deganim endi chunki biz bo'lsak endi ilm sohasi bo'yicha ish qilganlar bo'lg'achqa qilganlar ko'parak, ba'zilar bo'lsa endi nima deymiz, xizmat qilgan, ya'ni deymiz, shirkat va yoki boshqa xizmat qilganlar va ular bo'lsa o'zlariga ato qilgani bo'yicha, ya'ni o'zlariga masalan o'zlariga ato qilgan, ya'ni o'zining xizmat jarayonida bo'lsin, mayli maoshining o'ndan biri bo'lsin va yoki xizmat qilish o'zlari ato qilgan shu qobiliyat bo'yicha shu qobiliyatining ishdan sirtqi vaqtlarda o'zining
vaqtini chiqarib turib alayda shu ataqqa xudo bergan qobiliyat, xudo bergan shu ish o'rni bo'lsin, shu narsalardan, shu muhit, shu sharoit, shu qobiliyatlardan foydalanib xudo xursand bo'lgan ishlarga o'zining bir qismini ataydigan shunday ishlar bor degan o'xshash. Bu maxsus pul va yoki mahsulotlar bo'lib qolmasdan, bu turmushimizga har bir xudo bizga ataqan narsalarning isboti, guvohchisi sifatida qilgan ishlar bo'lg'ashqa, bu bir yaxshi masala, buni biz o'ylab baqsaq bo'ladi degan o'xshash bir masala. Ma'qul qarindoshlar, bugungi mazmun yenilam uzarab ketdi, o'sha so'zlar ko'proq bo'lib ketdi. Bog'lab turib, nima qilamiz deb turib mushunday bo'lib qoldik, kechirsizlar. Biz ham keyingi sonda, ya'ni 29-bob ko'rgan vaqtimiz qayta ko'rishaylik. Hammalarga Xudodan kelgan aql parasat, muqaddas ruhdan kelgan, hammalarga ro'shan qilib, cho'nqir tushgancha, ya'ni Xudoning so'ziga bo'lgan cho'nqir tushgancha ato qilishini tilayman. Hammalarning har kun Xudoning so'zi bilan, Xudo bilan har vaqt mungdishib, Xudo bilan har vaqt sirdishib, Xudo bilan har vaqt shuna bir personal holatda, shaxsiy bir munosabatinglarning tag'im cho'nqur, texmi Xudoning so'ygusiga mehr muhabbat to'lgan shuna bir hayotinglarni o'tkazishinglarni men Xudodan tilayman. Ma'qul hamsa manglar, aman bo'linglar.